Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Men yer yuzini sizga go'zal holatda isloh qilib berdimmi? Yashash turmush tarzingizni go'zal holatda yo'singa solib berdimmi? Tartiblab berdimmi? Va la tufsidu fil ard. Endi yerda fasod qilmang-da. Yashasangiz chiroyli yashang-da. Fitna fasodga yo'l qo'ymang-da. Men bergan go'zal holatdagi tizimni vayron qilmang deb Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Qarang, Alloh taolo yerni isloh qilishlikni go'zal holatda zimmasiga oldi va shuni isloh qilib berdim deyapti. Tog'larning joylashuvini ko'ring. Dengiz va daryolarning joylashuvini ko'ring. Quyoshni chiqib botishini ko'ring. Havoni aylanishini ko'ring. Fasllarning almashinuvini ko'ring. Kecha va kunduzni o'zini almashishini ko'ring. Bularni hammasini Alloh taolo isloh qilgan. Birortasida nomunosiblik ko'rganmisizmi? Yo birortasi o'zini tizginidan chiqqanini ko'ryapsizmi? Mana bahor fasli keldi. Tabiat uyg'ondi. Daraxtlar yaprog'ini chiqardi. Gullar gullayapti. Havo o'zini go'zal holatda haroratini ko'taryapti. Ekinlar, dehqonlar dehqonchilikni boshlayapti. Chorvalar tog'ga qarab yuryapti. Alloh taolo isloh qilgani shu. Allohning islohoti mana shu. Siz bilan menga berilgan go'zal holatda yashash turmush tarzimizning islohoti shu. Siz bilan menga xizmat qilinishi kerak bo'lgan narsa hammasi o'zining ishini qilyapti. Quyosh chiqyapti, botyapti, oy ko'rinyapti, kun o'tyapti. Havo isiyap, harorat ko'tarilyapti, dehqonlar ishini boshlayapti. Dasturxon uchun, rizq ro'z uchun, kundalik hayotimiz uchun sababiyatlar hammasini Alloh taolo qoyim qilyapti. Va shu bilan birgalikda Alloh taolo aytadi, endi deydi, sizni bu hayotda yashashingizni ham men isloh qilib qo'yganman, to'g'ri yashang deydi Alloh. To'g'ri yashang. Buzg'unchilik qilmang, fitna qilmang, fasod qilmang, chiroyli hayotni bulg'amang, o'zgalarning hayotiga aralashmang, birovni hayotiga rahna solmang, o'zgalarga zulm qilmang, birovni haqqiga xiyonat qilmang, birovni sha'nini toptamang. Yashasangiz chiroyli yashang, to'g'ri yashang, iymoningizga muvofiq yashang deydi Alloh taolo. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Chiroyli islohot qilib qo'ygandan keyin endi uni fasod qilmang-da deydi. Qilmang-da, yashasangiz chiroyli yashang. Otamisiz, risoladagidek ota bo'ling, murabbiylik qiling. Farzandmisiz, risoladagidek farzand bo'lib itoat qiling. Ermisiz, oilada rahbarligingizni biling. Ayolmisiz, itoatingizni, qonitaligingizni qiling. Qizmisiz, iffat va hayoyingizni saqlang. O'g'ilmisiz, iymon va taqvoda sobit turing. Rahbarmisiz, adolatli bo'ling, zulm qilmang. Xodimmisiz, itoat qiling, chiroyli holatda mas'uliyatingizni ado qiling. Yerni islohoti mana shu bilan bo'ladi. Mu'minmisiz? Iymoningizga muvofiq hayot kechiring. Musulmonmisiz? Islomiyatingiz sizda ko'rinsin. Ana o'shanda Alloh taolo aytgan hayotda siz yashagan bo'lasiz deydi.